Hay, bu qancha pul? Bekleştiriyorlar. Anlatsak olur ki. Teşekkür. Ve yaşlı oldu. Yaxşı oldu. Acayip yaxşı oldu. Kaver aka, bu açık çıksak olmaydı mı? Adamın bundan bolsa kılamdı. Ras, Kavkan'ın dekin to'g'ri. Bu sizin beşinizga destekini emasmi? Oldiga qarab baxmagan demam sizga. Shu emasmi? Uni o'zimizni kesib qo'yaylik. Yuring. Yuring, bir adamlab qo'yaylik. Rahmat. Ey, bu yoqqa kel. Kela, bu yoqqa kel. Ne dikegeni bize? Xo'sh, uka, neymiş oldu? Uka deysen o, akan qaraymış yani koydusu, ha? Bir yana qanaq gelgen bilmem. Bu yerga hazırlık gelişim. Edepsizlikka gelirim bolsa, her qaysiri keçirish kerak. Bu yana koydusu, mana biz. Her qaysirining zıtıq tekkan bolsam, hazırlık etay. Hey, ne görse? Hey, tota. Akila kaltığını, ne bir körp bakay. Akila, Yere. bana. Kaltıska, ha? Kısa bu ne? Aka, sunman dike. Tota, sunman ne var? Süre. Kaçın değil mi de? Beni kalk kim sunduruyorsun sen? Kısa bu ne? Günahını donudum. İkinci onda kılmayın. Urala. Oye! Hayat! O nima odam? Uni tanımamla. O kun chiqish ostoni Kayfon diyoridagi bir savdogar. Uningga hech kim chiqa olmaydi. Qanchaligimizni uyg'onchilik qildik. O nezi qilishvozlikda, nazbezish, rasm chizishda ko'p chala. Faqat bir ishqa, ko'p tepish ko'psida. Ismi Gavshu. O'zi o'samiz. Necha yilning oldida Vang To'rining o'g'lini ozdirib, qarshivozlab, ma o'ynab qilmagan askariga qamag'ashqa, Vang To'ri uning ustidan arz yozib, uni tortib etgan. Qanday qilib yana paydo qildi? Uni xuyini o'zgartmak tez. Olsa bir doğru parashiga ishlab tutdik. Bugun bu yerda yana juda terg'ib turibdi. Qarsila, bu odamni uchiqlab mayli taqqanlik emasmi? Qilish! Turmay, çaktan ketyapsan. Ketyapsan ku, to'xta! O'yda! Kim bu?
Endi zo'migarlar qilsam palchig'imni chig'itma. işte küçükken ağzından vurup vurup kış geçkini deyim ha. Fazla Ahmet'in iktiram o. Vay canım. Bu davlat sende turmaz. Bu meynat mende. Ergi bir növet. Yergi bir növet. Bu davlat sende turmaz. Bu meynat mende. Xo'jayin, ben ma'lumam size. Kaldırma mı? Mana keldi. Ama ko'zingizni ko'rib. Kirishlar. Mana keldi. Koyir aka. O'qib keldi. Ismi Bog'jitga. O'rya sovlir makkimizda kichkin amaldarka. Ha. Koyir aka, ila Hoş gelişiplar. Uy kirib choy ichsizlar. Qani, marhamat. bo'ldi, bizning ishimiz bor. Endi mangayli. Birodarlar bek saqlab ketdi. Kavara ham keldi. Koyir aka, qani. Kavara o'tir. Qani. Qani o'tiringlar. Kavara biz sizdan yo'l ko'rsatishimizni saqlab qoldik. Koyir aka bir qadar ne ishkan dekan, andin so'zni so'ng, ha? Bo'lamdi. Kavara qani Xo'sh. Ko'raga. Onun turbatgan uyi ne? Her kuni mangdigan yo'li ne? Eni qo'qib keldik. To'raqsaq. Koyir aka, chiqib qolsak uning tankilanmagidakmiz. Hey, Kaveraga. Dalda tutup kesak bilan ishkini salsak, bizga tankilanmaydigan bo'ladi. To'g'ri. Uni pam bilan yiqitib bilib, ondan ajvini beraylik. Shaqil bo'g'dak. Ey, vaqtirashmanglar. Koyir akamning gapini anglab boqaylik. Bo'ladi. Kaveraga. Menimcha bo'lsa, bu achchiqni ichimizga yutib o'taylik. Nima? Kaveraga. Bu degan biz birodarlardan jazz bo'lmaydi. Onu kesak bilan ishkini silib, dadimizni ilib oldikmi deyli. O o'lib qolmasalar, gap yo'q. Bizni yana urdi. Ner tatib, ber tatib, yanla. Biz sen tatimiz. Öldürüp deyli. Öldürüp etsek bizden sotuq tatıdı. Ben bir qatim sotuq tatılgan. Yani sotuq tatılgım yok. Dert tatmaylı desek, adam öldürsün sotuq tatılmaydı qaladın. Bosaq boladı. Ey, Koyir akam kelsa, jazman yaxshi aql topidi degan rasmika. Bo'ldi, vaqirashmanglar. Koyir akamning gapini anglaylik. Mening xiyolim, loyiqida bir ish topsam, keyingi kunlarda ko'klab qilishi mumkin. Doğru burası dükünde işlep kandakmı köklülü bolsun. Ey, Koyir ağamga çoqum omat keladi, ha? Ağınızdan degine to'g'ri. Koyir akam kökleymen dedim o. Gap yo'q kökleydi. To'g'ri. Aramız bilan Bo'ldi. Vaqt bir yoq badi. Amsa men mang'ashtiray. Har biringlar apu qilasizlar. Koyir aka.
keyin kunlarda ko'klab qolsangiz meni unutib qolmangchimi? Xo'sh. Gavur aka. Gavcho, Xo'sh. ber keling. Kichikini bu dorixonada Pekirning yo'riqi o'zimning yo'rtamay o'tdi. Shunga istiqboling zoya ketmagay deydi. Ondan sizni menga tavsiya qiluvchining umidini yad qo'yib qo'ymagaydim deb ansalab qoldim. Pekir Mirza Sudunqu bilan yaxshi o'tgan. Uning qasrida yozadigan, sizadigan odam kammish. Sizni Mirza Sudunquga tanishtirib qo'yay. O'zini qolmay u yerda bir amallik bo'lib qolasiz. Ma'qulmi? Xo'jayin, kutgan yeringizdan chiqamgan yerim bo'lsa, menga desingizmi? Meni tilasangiz bo'ladi. Lekin meni do'kondan qoldirmaysiz. Tunagungi ish rostla kon og'ilarim bilan uchrashib qilib bo'lgan ish. Ay, men rostla sizning istiqbolingizni ko'z tutib da'vataman. Gapimni hargiz xato tushunib qolma. Xo'jayin. Buni maktubni ko'rsa, Mirza Sudunqu sizni obdan kutib oladi. She'r nazmidan xabaringiz bormi? Az to'la azroq xabarim bor. Gavcho? O Pekirning yana bir ismi. Haliqi chaqirgandek vechirilishib, juptini qushlar, kuttatdi qiz jo'rsini bo'lib intizor degan qo'shiqdagi xat shu. O xat mundaq yoziladi. Mana mundaq. Obdan. Ben sizni Shahning kuyog'li Van kichik Amir begimga tanishtiray. Van Amirni sizmi taniydigansiz aqacha? Hamma odam ona kichik Amir begim deydi. Onunğa sizdek odam lazım. Qandaq deysiz? Bo'ladi. Kimniz deysiz? Men Amir begimga salom kelgan. Onunğa bir maktub akilib edim. Qani kiring. Xo'p. Neymiş kulisi? Bu adam qarab turg'il navaq. Sizin bir nima demidilar? Ras. Sen gavcho bo'lamsan? Pekirlari gavcho bo'laman. Qani, bu yoqqa kel. Xo'p, Amir begim. Seni Mirza tanishtirgan ekan. Sana hergiz buyurmatlik qilmayman. Sen menga xos yigit bo'lib, yenimda tur. Shuning rozimsan? Amir begimga rahmat. Amir begimga rahmat. Bo'ldi, o'rningdan tur. Mirza begimga rahmat. O'gillikka o'zlarining mavlud kuni chaqildigan mehmonlarning tizimligini bitib edim. Bu yilgi mavlud kunimga boshqalarni chaqirmay. Davon begimni chaqiramiz. Ular obdan tayyorlik qilsin. Xo'p. Uning ismi Gavcho. Mirza Sudunqu tanishtiribdi ekan. Uni ep qoldim.
Mevlut ziyafeti tayyorlig'icha uni ishga selinglar. Ondan qasrning qoyi yo'sinlarini uyutib qo'y. Ha? Xo'p. Uni bilan birga bag'in. Xo'p. Ziyofatga ancha kuchayib ketmadim. O'zlarini ozroq sagidan, naqsh usulda huzurlansin dedim. Bilmadim o'zlarining o'y fikri qanday ekan. Mushundaq bo'lsa, hozir o'zgichi bo'ladi. Qashlashtirib tutgan begim ko'rib baqsizlar. Baq. Buni kun chiqish ostondagi birinchi qashtash to'kinining ustisi yasadi. Rangi bekbalangan. Suzuk oq qashlashgan. U ustam Amirbekning mavjud kunini o'tkazganligini anglab, bu bir jup qashtash shirini mavjud so'g'is qildi. Qashtash qalamdaqini. Uni aka pagida. Bakmo nafsiyatliqdir, karomatga. Ras qaltisga. Bu o'zlariga yiqib qolgan bo'lsa, at qashtash qalamdanni akeldirib, bularga qo'shib o'zlariga avatib bering. Tamamcha u qalamdan buningdan mo nafsiyasaldi yaxcha. Biroq o'zlarining amroq nasrini men ilib olsam, qanday bo'ladi? Bu degan arzimasdir, nima? Takalluf qilmaslar. Bu rad qilish adabdan emas debdikan. Amasa himmatlarga ko'pdan ko'p rahmat. Arzimaydi. Xo'sh, qani, ishlaylik. Hey, mamam siz. Shahzoda Hoylda yosh og'vatlar bilan top tepishib o'ynayotdi. O'zingiz berib ko'rishing. Qarang, men bu qasrga kelib baqmagan. Sizni avar qiladigan bo'ldim. Yo'l boshlab bergan bo'lsangiz. Yaxshi. Bu yoqqa. U ana, o'zingiz bering. Sizga ko'p rahmat. Yaxshi. Yaxshi. Hey, u kim o? Tanımayman. Hey. Sen kim bo'lsan? Pekirleri Van emrimden xas yigiti. Emrimning amriga binoan o'zlariga esil qashtash bizaklarini ep keldi. Emrim mana bu maktubni yozib bergan. Qabul qilsizlar. Top tepishni bilamsan. Pekirleri gavcho topni ancha-muncha tep baqqan. Yaraysan. Qani kela. So'rong tushib tepib baq, ha? Hadim emas. Pekirlerining hadim emas. Hay, qani kela. Top tepish degan bir o'yin. O'yin deganda eslizada past kelmaydi. Tepalisini tepaverdi. Bo'ldi. Hay. Topni unga beringlar. Yaxshi. Qalqodi. Yaxshi. Ha, yaxshi. Karamatga. Yaxshi. Ha, yaxshi. Hey. Yaxshi. Karamatga. Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Hey. Hey. Topdan tepib ekansan. Bilgan, kechirgaylar, satishib qo'ydim. Ha. Alileri. Ha, qani keling. Xo'sh qani. Mana qara. Sizni saqlayotqili xeli uzun bo'ldi. Alileri, bu Qani. O'tiring. Qani o'tiring. Ha, o'tiring.
Bugün meni ziyafetga chaqiriblar, oliylari. Bu Qani, may qo'y. Erishiman desang, peyli bo'l degan gap bor-ku. Hay, ikki tal arzimas narsaga munchalik jo'muslim bo'ladi. Hay. Amirbek, nimalarni deb ketdingiz? Bu ziyofatni men bir tirik odam deb beryaptiman. Aha. Qocho, Alileri. Pekirden Emir Begim'e salam. Oliylari, bu qasiringizda yo'lvoz sifat bir azimatni saqlab ketgansiz. Bilmadim. Qochoni menga beryaptiki, ko'zingiz qiyamdiki. uni debdikanlar-da. Uni menga Mirza Sudunpa efendi tanıştırıp öğretip ekan. Bilmedim, onun aliylarining e'tiboriga manzur bo'lganda qanday iqtidori bor ekan. Hay, u topni obdan tepib ekan. Men bu odatda ancha-muncha top tepib qo'yman. Lekin bir necha naus bilan tepishgachga toza zo'q ololmay kelgan. Navada u menga hamroh bo'lgan bo'lsa, rosa puxodan chiqqan bo'lar edi. Kichkina bir ishkan-ku, uningga bunchalar avar bo'lmasin bo'ladi. Ey, Qocho, oliylariga tashakkur et. Alilerine köptün köp rahmet. Emir Begim ne oldu? İşte, aramalaylı. Bugünçi bula. Toza puxodan chiqishga tepib oldik. Mana, taylerini sırtlasla. Emir Begim, bugün tazı eşilip yiyilip oynurlar. Jigitlarni obdan tepishdi. Özleri hoş baslarlı oldu. Oliylari, biraylar Gavchoni izlab kelibdi. Kimken o meni izlep gelgen? O qasr darvozasi oldida qoldi. Bopto, berib kel. Men birdan aramayli bo'lay. Alilerine teşekkür. Hey! Gavir aka! Gavir aka! Acaba chiroyli kiyinib bu. Shunda salopatlik, ha? Ben sana toplagan koy, beni izlemedim. Ya nemişka? Hey! Gavir aka! Gepimni anlab bakmamsa. Hammasi og'aynilarning ishi bo'lmamdi. Ular shuncha desam, zotli unimidi. Sen bilan ko'rishimiz deb turib oldi. Aka, ular bilan bir ko'rishib qo'y. Ha? Ulak ne? Hey! Bu yoqqa kelinglar. Goyraga, şuna köyümüz geldi. Goyraga. Canasma. Sizi çekin bu kimdi kim? Sohbet çok gitti. Goyraga, biz sizni köylü geldik. Kanman qasr kirib qol, bizga quloq urib qo'ymabsiz. Canasma. Goyraga, kökleymen de, rastlı köklepsiz. Her günü karnıgaş oğuzu demem işin kalsız, ha? Şu emasma, Goyraga. Sizni qasrga başlap kirib, o'yinib chiqmamsiz, ha? Goyraga, şunda qila. Goyraga, bizni başlap kirib, Goyraga. Vaqirashmanglar. Gavir akan degan hozir Amir qasrining odami. E'tiborni qilaylikmi, ha? Hey. O'tgan kuni uni unutma degan gap bor-ku. Shundaqmi Goyraga? Ha? Goyragimiz pek salafat qilib. Goyraga gap qilinglar. Aga gap so'zchi, ha? Gap qilinglar, ha? Yapamazsınız. Bundak bolsun. Atmenslarni Yeşilperi aşkansını mehman qilay. Qarab tursan-ku. Gavir akam xizmatdagi odam. Uni avar qilmayli. Yeşilperi oshxonasida ko'rishayli, ha? Bo'ladi. Görüşmeye kalmayın. Goyraga, qancha ko'rishaylik juma, ha? Bo'ladi. Görüşmeye kalmayın. Goyragimiz boshqa odam bo'lib qopti, ha? Qaranglar. Kimning Goyraga! Chiqib ko'rishimiz, ha? Chiringlar.
Kavayrakımız kemmey koymasa. Şunu deyme. Bir ay çıkıp kaldı mı ya? Ha? Neymiş o kadar? Ha, mana. Nişaks kemmey. Ondaqmı emasdi. Kavayrakım geldi. Kırala. Kavayrak'a ahır kepsiz de. Anlap turish. Bu yerda kov erdigan odam endi yo'q. Men yana avar qilsam, hammangni zindon sult etaman. Ketibdi. Sen nega vaqatdang, ha? Kavayrakam ketibdi. Sen imizda vatqan, ha? Gap qila. Gap qila. Sizlar nima ish bunda qaraysizlar? Bu ishni yo men qilmasam. Hammamizni urib mushunda qilyapti. Kava Rajab seni urmabdi-ku. Ayta. Jozning ostida kirib olgan. Jozning ostida kirib olgan. Men mo jozning ostida kirib olgan. Ko ernim deb meni urib mushunda qilyapti, ayta. Ha? Ayta. Men nima Oldu urmanglar. Voycan! Kimsin kopmalık olsun? Kopmalık olsun. Şurada kepto. Kavir aka. Kavir aka. Saraybegi, nima ish bo'ldi? Xon oliylari qazo qilibdi. Oliylari murosim qatnashishga o'rdig'moqdi. Gavcho, sen qasrimga kelgandan buyon bana ko'p yaxshiliklar keldi. Men ajringni hargiz unutib qolmayman. Sening martabangni ko'tarib qo'yg'in bak. Olilarning shafatiga ishqalloh. Ishqalloh. Hay. Tura. Avval lashkari vazoratini ro'yxatga qo'ysin. Keyincha oldirmay maslahatlashamiz. Ordu yasovlar mahkamasiga yangidan odam kelgidek dedi u. Keladigan o odam undaq-mundaqlarda bo'lmasa kerak. Uni xon oliylarining endi ishlatgan deb anglaydi. Shundaqmi? Familiyasi nima ekan? Gov familiylikkan. Akamaga. Yin kelgan amirning familiyasi Gavmikan. Uning ismini bilamdikan? İsmi Gavcho ekan. Bu kam uchraydigan ism. Gavcho.
At yo'qlimida men ruxsat so'rab beralarmiki? Vang mashqavul, bu degan tashish emas-ku, lekin iltimos yezib akpasizlar. Bo'ldi, yezib beray. Sizga topshirdim. Vang mashqavul. Vang mashqavul. Xon oliylariga salom. Ordu yasovullari mahkamasidagi ulug'lar. Qayda davering. Xo'p. Gavchu top tepishni bilgini bilan jangda xizmat ko'rsatmagan. Mushundaq odamni mo'yim o'rniga qo'ysak, kunlarning birida deb andish qilib. Menmo top tepishga amroq edim. Mana bir elning xaqoni bo'la oldim-ku. Qo'llari tushandi. Amal tutishni bilmasa, tutqach o'rganmamdi, ha? Xo'p. Siz ketavering, ha? Oliylariga hashqalla. Hammaylar kelib, amirning yo'qlim qilishini kutib turdi. Hamma odam keldimi? Bir ordu yasovulining mashqavul og'rib qolib kelinmadi. Uning ismi nima? Ismi Wang Jin. Uning xizmat dasturi mana. Wang Jin? Wang mashqavul rastilla og'riq. Uning og'rib yotganiga uzun bo'ldi. Quruq gap. Xizmat dasturini avatgan kishi o'zini ishlaymaydi. Bu onun ağrını bana qilib, meni ko'zga ilmi qalgan emasmi? Wang Jin kirilsin! Wang Jin kirilsin! Kemini Wang Jin. O'zlariga salomga keldi. Beshingni ko'ta. Taq turqingni men bir ko'rib baqay. Wang Jin degan sen ekansan-da. Sening 8lik ordiya sog'liq mashqavul bo'g'idak nima karomating bor? Ha qachon oldingi amir ko'rligidan seni tayinlab qo'ygan nima? Amirning kichik bo'g'ini bilan kibring bakchonkan. Sanoqdan o'tkili kelmay, og'riq bo'lib o'lib, uyingda rahatlanib yuribsan-da. Pekirlari rostla og'rib qolgan. Og'zingni yum. Og'riq bo'lsang Hacep kepsanga bilse. Emir cenapları çakırtkan tursular. Kemmeslikini neymi heddim? Gap yandırıp atkın ne teki? Kaltaklanma! Emir canaplari, kaltakil devəsilə ölüb qaladı. Bugün canaplari mənsəbə o'tağan qutluq gün. Şuna onun muşu bir qatımlıq günaydın keçivəsilə. Bapta, serkazlarning yüz xotirasini qilib, buguncha günaydın kechay. Sen bilan keyinchi aldırmay hisoblashib olaman.
O'g'ri! Voycan, urmanglar, men o'g'ri emas. Men Gao Amirning o'g'li. Naqa qilib qo'ysanglar, keyin pushaymanda qolasiz. Voycan! Voycan! Yalğanni muqamlashtirib aytamaydigan ekansan. Amirimizning tutuq o'g'li boy yo'qligini biz bilib Sen aniq o'g'ri. Uni uringlar. Urmanglar. Men Gao Amirning tutuq o'g'li. Naqa qilib qo'ysanglar, pushaymanda qolasiz. Voycan! Boz urmanglar. To'xtanglar. Hey? Kim bo'laman dedim? Ismim Gaokan. İşelimiz hala Amirni so'rab beqinglar. Rost bo'lishi notayin. Navad rost bo'lib qolsa, amaldorimizning farzandi bo'ladi. Men darhol Amirga ma'lum qilay. Amirimiz ko'rsa, rost yolg'ini ayriladi. Yuringlar. Astra. Hoy. Bora. Ulan boshlab kel. Xo'p. Astra, voycan. Astra. Gavir aka, men siz bilan ko'rishga kelgan. Gavir aka, darvoza kiray desam, kirgizmasmikan deb tomdan otilib tushirdim. Gavkan, Gavir aka. sen nim bo'lib bu hal tushib qolding? Chiqib ketinglar. Xo'p. Ular gapimni anglamay, meni urayverdi. Bana yerim bo'lmag'ashqa. Hamiyada dirgingizni qildim. At eg'lingiz bo'lay. O'z bolangizning o'rnida xizmatingizni qilay. Meni af qilib. Tutqato. Ato. Meni qolmabsiz. Meni qolmabsiniz. Mana o'limdan boshqa yo'l yo'q ekanda. Qaysin ba? Azroq pul pichak berib, uni yo'lsa qo'yinglar. To'tanglar, mana pul pichak lozim emas. Tutq ata. Meni qolmabsiz. Meni qolmabsiniz. Men mush yedilar. O'lib berma. Ey! Gavkan. Katavun chaqir. Raqiblar tar yo'lda uchrashar degandek, uning qo'liga tushib qolganimni qarmamdigan. Endi jon saqlamag'im tas bo'ladigan bo'ldi. O'g'lim, bo'lmag'idek bo'lsa bu yerdan ketayli. Jahon degan kangtosh tursa, yetilgan bir azmat turib. O'zingni patqizg'idek bir joy topolmasanmi? Bu yerda Gao Amirga bo'zak bo'lib yurgidek nima kapti? Undaqda ne görmez. Yen endi yargı barayli. Şu yerning peshqadam bosqaq begi dadang bilan yaxshi o'tishgan. Shu yerda sendek odamga muhtoj bir joy chiqib qola. Gao Amir deganning har qancha karomati bo'lsa-mu, butkul jahonni ilkiga ololmas. Ana, emas shunda olsun. Undaqda yana diyarga ketaylik. Ata, mashqavlonchi qechib ketibdi. Ha? Saqana uqding. Onu bir adablab qo'yg'im batdi. Mash maydoniga borsam yo'q-ku. Uyga borsam uyda yo'q. Qo'shnilari bir necha kun oldida chiqib ketgan, nima ketganligini bilmaymiz dedi. O qo'rqib qopti-da. Shu gap. Hey, o'ylab beqing. Bo'ltir u bir nima qilmadi, ha? Qaysin ba? Labbay. 8 lak ordiya savulun mashqavuli Vangjin
qonun nizomni ko'zga ilmay xizmatini tashlab oilasi bilan qochib ketgan. Darhol farmon chiqarilib, qochqin tutib kelinsin.